masalani yechishni boshlashdan oldin sizlarga quyidagi formulani eslatib o'tamiz. Agar bizga o'tkazgich berilgan bo'lsa, va uning qandaydir bir to'g'ri qismi mavjud bo'lib va bu o'tkazgichdan I tok oqayotgan bo'lsa, shu o'tkazgichning to'g'ri qismi tomonidan hosil qilingan magnit maydonning o'tkazgichdan ma'lum bir masofadagi magnit maydon induksiyasi bu formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda R o'sha o'tkazgichning to'g'ri qismidan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa. Ya'ni mana bu masofa. I esa o'sha o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi alfa 1. Bu burchak. Alfa 2 esa mana bu burchak. Ya'ni bu o'sha o'tkazgichning mana bu qismi, ya'ni to'g'ri qismi. Tomonidan hosil qilingan magnit maydonning undan R masofadagi magnit maydon induksiyasini topish formulasi hisoblanadi. Bu bizning asosiy formulamiz. Bizga masala yechishda kerak bo'ladi. Endi masalaga qaytamiz. Masalada kvadrat ko'rinishdagi kontur bo'ylab demak, bizga kontur berilgan. Undan tok oqmoqda. Va o'sha kvadratning diagonallari kesilishgan nuqtadagi birinchi diagonal, ikkinchi diagonal, mana shu diagonallar kesishgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasini aniqlash so'ralyapti. Keyin bu o nuqta bo'lsin. Bu kvadrat ko'rinishga ega kontur, ya'ni o'tkazgich 4 ta to'g'ri qismdan iborat. Keyin bu birinchi qism, bu ikkinchi, bu uchinchi, bu to'rtinchi qism bo'lsin. Bu markazdagi magnit maydon har bir qism tomonidan hosil qilayotgan magnit maydon induksiyalarining vektor yig'indisiga teng bo'ladi. Vektor yig'indisiga teng bo'ladi. Buning son qiymatini topishimiz uchun, ya'ni miqdorini topishimiz uchun ularning yo'nalishini bilishimiz kerak. Birinchi qismi tomonidan u nuqtada hosil qilgan magnit maydon induksiyasi Parma qoidasidan foydalanib aniqlanadi va bu holatda o'sha o'tkazgichning birinchi qismi tomonidan o nuqtada hosil qilgan magnit maydon induksiyasi bizdan rasm tegishligiga tik kiruvchi yo'nalgan hisoblanadi. Ikkinchi tomonning ham, uchinchi tomonning ham, to'rtinchi tomonning ham o nuqtadagi magnit maydon induksiyasining yo'nalishi rasm tegishligiga kiruvchi yo'nalgan. U holda bu ikkinchi ifodamizni skalar ko'rinishda quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Chunki ularning yo'nalishi bir tomonga yo'nalgan. Bu yerda B1 birinchi qismi tomonidan hosil qilingan magnit maydon induksiyasi. Bu B1 ning qiymatini birinchi formula yordamidan foydalanib aniqlaymiz. Demak, birinchi B1 bu mu 0 I taqsim 4
pi r, ya'ni r bu yerda o'tkazgichdan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa. Bizning holatimizda o'tkazgichdan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa kvadrat tomonning yarmiga teng. Masala shartida esa kvadratning tomoni a deb berilgan, ya'ni kvadratning tomoni. U holda birinchi qismdan o'sha diagonallar kesishgan nuqtagacha bo'lgan masofa a taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni biz bu yerga r ning o'rniga a taqsim 2 ni qo'yamiz. Endi burchaklarga to'xtalamiz. Kvadratning ichki burchaklari 90 gradusga teng. Diagonal esa uni teng 2 ga bo'ladi, ya'ni 45 gradus. Bu yer ham 90 gradus. U holda alfa 1 va alfa 2 burchaklarimiz ham 45 gradusga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni sinus 45 plus sinus 45 gradus. Ifodani soddalashtiramiz. Mu 0 i 2 pi a sinus 45 da ilzosti 2 taqsim 2 ilzosti 2 taqsim 2. U holda bu o'tkazgichning birinchi qismi tomonidan kvadrat markazida hosil qilgan magnit maydon induksiyasi mu 0 i 2 pi a ifoda yordamida aniqlanadi. Ikkinchi qismi, uchinchi qismi va to'rtinchi qismi tomonidan ham hosil qilgan magnit maydon induksiyasi xuddi shunga teng bo'lishini ko'rish qiyin emas, chunki masofalar bir xil. Demak, ikkinchi qismidan qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa a taqsim 2, uchinchi qismi tomonidan ham, to'rtinchi qismi tomonidan ham masofalar bir xil. Ulardan o'tayotgan tok kuchi ham bir xil bo'lgani uchun, demak, to'rtta qismi tomonidan hosil qilgan magnit maydon induksiyalari bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni B1 teng B2 B3 B4. U holda uchinchi ifodani quyidagicha yozish mumkin. B barobar ixtiyoriy bittasi, endi biz B1 ni olaylik. 4 B1 ga teng bo'ladi. Bu ifodaga B1 ning o'rniga 4-chi ifodani olib kelib qo'ysak, kvadratning markazidagi magnit maydon induksiyasini aniqlaymiz. 4 B1 ning o'rniga 4-chi ifodani olib kelib qo'yamiz. Va soddalashtirsak 2 ilzosti 2 mu 0 i taqsim pi a. Bu biz o'sha masala shartida so'ralayotgan kvadratning markazidagi magnit maydon induksiyasini hisoblash formulasi hisoblanadi. Masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, uning son qiymatini aniqlab qo'yamiz. Mu 0 bu magnit doimiysi, u 4 pi ko'paygan 10⁻⁻7 Henri taqsim metrga teng. A kvadratning tomoni 20 santimetr yoki 2 ko'paygan 10⁻⁻1 metr. I o'sha o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi va 50 amper. Bu son qiymatlarni 5-chi ifodaga olib borib qo'ysak, 2 ilzosti 2 miz 1/1 4 pi ko'paygan 10⁻⁻7 50 pi 2 ko'paygan 10⁻⁻1. Bundan B barobar taxminan 280 ko'paygan 10⁻⁻6 Tesla yoki B barobar 280
mikro Tesla ekanligi kelib chiqadi.